Lekin kundan kunga odamlar g'azabnok. Kundan kunga odamlar rahmsiz. Kundan kunga birovni ayamaydi bugun. Alloh taoloni o'zi har birlarimizga Allohning o'zi yaxshilik bersin. Bunday narsa aslida yomon. Chunki mu'minchilik xislatida, mu'minlik qiladigan amallarida bu narsa umuman bir-biriga to'g'ri kelmaydigan holatlar hisoblanadi. Chunki olimlarimiz bizlarga ko'p naqllarda, ko'p masalalarda bizlarga bu narsalar xato ekanligini, noto'g'ri narsa ekanligini biz sizga tushuntiradilar buni. Birodar, bugun qo'limizga soat taqdik. Bilmaysizki, birodar, bu qo'limizdagi soatni mumkin oxirgi marta g'assol yechib olar. O'zimiz yechyapmiz mana. Kunning oxirida bo'lganda o'zimiz yechyapmiz, qo'yyapmiz.